Likillab turishingdan sana. Trenddagi lotusli cheescake'ni barcha sir asrorlar bilan eng oson usulda tayyorlaymiz. Qiyin joyi ham, asosiy qonunlari ham yo'q. Idishga qattiqroq tvorojniy sir, sut, slivka, shakar upasi, lotus pastasi hamda yumshoqni labniy tvorojniy siridan solamiz. Mahsulotlarni ketma-ketlikda solishda aniq bir qonun qoidasi yo'q. Ko'rsatilgandek qilib ruchnoy blenderda yoki venchik yordamida aralashtirib olamiz. So'nggi etapida chaqilgan tuxumni solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolipga pergament oson joylashishi uchun pergamentni suv sepib, namlab, g'ijimlab, ana undan keyin qolipga joylaymiz. Ko'piksiz bo'lishi uchun elakdan o'tkazib massamizni quyib olib pishirish uchun pechga yuboramiz. Graduslarni esa video tagida yozib qoldiraman. Tayyor cheescake'ni bir kechaga sovutgichda qoldiring. Retsept tayyor etib yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilishni unutmang. Shoshib ishxonaga keldim-u, trenddagi taomni tayyorlashga tushib ketdim. Osongina uni ustiga tomoq izingizda qoladigan mazali qiyma, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz, ziravorlar yaxshilab aralashtirasiz. Qiymaga yaxshilab ishlov berish kerak. Tayyor bo'lgan qiymani pergamentga qo'yib, ko'rsatilgandek qilib yoyib, ustidan yana ikkinchi pergamentni qo'yasiz va juva yordamida yupqa qilib yoyib olasiz. Ikkinchi pergamentni ko'tarib olib, ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olasiz. Aytgancha turklarda yaprak donarni aynan uy sharoitida shu uslubda tayyorlashar. Qizib turgan pechga pomidor dunganlar bilan birga pishirishga yarim soatga yuboramiz. Xil bo'lib pishib chiqqan go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Xohishingizni qarab, iskandar, lavash, danar shaklida dasturxonga tortishingiz mumkin. Men tayyor pita xamiridan foydalandim. Pomidorni soladigan bo'lsangiz, ortiqcha sousga ham hojat qolmaydi. Hali ham bu trenddagi retseptni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilishni unutmang. Atigi 3 ta masalliqdan 15 daqiqada tayyor bo'ladigan mazali arzon. 100 gram shakar, 3 ta tuxum, qancha ko'p ko'pirtirsangiz shuncha yaxshi. Xohishiga ko'ra apelsin yoki limon sedrasi. 150 gram un elakdan o'tkazib solamiz va lapata yordamida aralashtirib olamiz. Ko'tarib aralashtirilgan massani konditerskiy meshobga solamiz va ko'rsatilgandek qilib siqib chiqazib olamiz. Bu orada pechlar qizib turgan bo'lishi kerak. Ustiga kunjut sepamiz va pishirish uchun qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Ko'rganmisizlar, Safiyada ham sotadi-yu, faqat ular limon sedrasini solishadi. Shuni sizlar hojam bilan bitta serial ko'rishni boshladik. Serial boshlandi, ularni nimadir yegisi kelib qoladi. Aytgancha, men bu turetskiy serialni ko'ryapmiz. Adashmasam, pechenye 10 daqiqada tayyor bo'ldi. Apelsin tamli pechenyemiz bifreshni apelsinli suv bilan ketadi-yu, nima deydi? Kam xarj, barakali, mazali pechenye tayyor etib yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilishni unutmang. Ishni qulpinoyni muzdek suvda chayni soda bilan yuvib tozalashdan boshlaymiz. Yuvilgan qulpinoylarimizni har birini quritib, yaxshilab artamiz va 15 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. 32% молочный shokolad kerak bo'ladi. Qaysi shokoladdan foydalanganimiz storiesda ko'rsatib o'taman. Mikrovolnovka yordamida eritib olamiz. Har 10 sekundda ochasiz va aralashtirib turasiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'ladi. Qulpinoy botirishga qulay idishga solamiz va yaxshilab uramiz. Havolari chiqib ketishi kerak. Suvib olgan qulpinoyni shokoladga belaymiz. Bandi bo'lmasa, zubachistkadan foydalaning. Shokoladga belangan qulpinoyni siltab, chetini sidiramiz va pergament solingan idishga qo'yamiz. Zubachistkani ehtiyotkorlik bilan chiqarib yuboramiz. Endi 20 daqiqaga sovutgichga joylaymiz. Qolgan shokoladimizni meshobga joylaymiz va ko'rsatilgandek qilib ustidan siqib chiqazamiz. Yo'l tushirish texnikasini sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Yana 10 daqiqa sovutgichga yuboramiz. Keks uchun mo'ljallangan qog'ozchalarga qulpinoyni joylab idishga teramiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Ishlatgan barcha mahsulotlarim konditerskiy do'konlarda bor. Korobkaga joylab, xohishiga ko'ra bezatamiz. Men kandurin retsept tayyor etib yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilib, ana endi bitta yurakchani bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bu taomni har dam olish kunida tayyorlang. Sababi dam olish kunlari choyxonaga boradigan hojilarimiz ham uyda o'tiradigan bo'lishadi. Tayyor qiymaga chesnok, piyoz, tuz, murch, tuxum, sutga bo'g'tirilgan buxankani solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massamizni 2 marta go'sht qiymalagichdan o'tkazamiz va yarim soatga muzxonaga yuboramiz. Tinib biroz qotib ishlashga oson bo'lgan qiymani 8 bo'lakka bo'lamiz. Ko'rsatilgandek qilib 2 ta paket orasiga olib yupqa qilib yoyamiz. Yoki Samarqand sirini qirg'ichdan chiqarib qiyma o'rtasiga joylaymiz. Yarim oy ko'rinishda yopib, chetlarini tekislaymiz. O'rtacha qizigan yog'da ikkala tarafini chiroyli qilib qizartirib 5 daqiqa davomida pishirib qovurib olamiz. Men garnir uchun kartoshkadan pyure tayyorlab oldim. Taom hazm yengil bo'lishi uchun pirimilki biyo kefiriga yetadigani yo'q. Retsept tayyor, nodarangizni duo qilishni unutmang. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir taomda qovoq bo'lsa, uni topib yeyishni rivoyat qilganlar. U zot qovoqni barakali, yengil va foydali taom sifatida maqtaganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qovoqni yaxshi ko'radilar. Men qovoqni u zotga yaqinlashtirib qo'yishga harakat qilardim. Imom Buxoriy rivoyati. Bas shunday ekan, qovoqdan mazali, foydali desert tayyorlaymiz. Ham mazali, ham osongina tezda tayyor bo'ladi. Qovoqni kesib, shakar, sariyog' qo'yib pishirib olasiz. Pishgan qovoqni issiqligida yong'oq hamda asal qo'yasiz. Mazali desert tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilib yurakchani bosib qo'yishni unutmang.
Kunlar shamoldek yeldi, qovoq mavsumi keldi. Zukko kuzatuvchilar taom neligini bildi. Taom nomi shohona, shohlar ham suyib yerdi. Rasuli akramimiz qovoq foydali derdi. Dumbani jizza qilib, ketidan go'shtni soldik. Tuz va ziravor qo'shib, biroz qovurib oldik. Qolgan sabzavotlar ham kelishdilar shay bo'lib. Taom husnini ko'rib, qo'ydi quyosh ham kulib. Bir kosa suvni solib, taomga beramiz dam, go'shtlari pishib olsin. Kartoshka pishmasa ham. Taom dimini ochdim, qovoq navbat kutyapti. Biram yoqimli hidi bor atrofni tutyapti. Tuz namagini rostlab, ko'katlarni joylaymiz. Olovni biroz pastlab, pishishini poylaymiz. Taom tayyor bo'lguncha bog'dan uzay uzumni narvon ustiga chiqib, bog'bon sezdim o'zimni. Bay juda ketadi. Yesang nonni botirib, Iskandar uylarini ayvonida o'tirib. Nimaga oldinroq shu retseptni tayyorlab ko'rmadim deb o'ylanib qoldim. Qaynatilgan kartoshkani ezamiz, kartoshka qaynatilgan suvni quyamiz, aralashtiramiz. Aralashmamiz biroz iligach, tuxum, tuz, shakar, dro'jja to'g'ralgan ukropni solib aralashtiramiz. Oliy navli sifatli turon unini elakdan o'tkazib solamiz va yumshoqqina xamir qoramiz. Xamir qo'lga yopishadigan bo'ladi, oxirgi qismida o'simlik yog'i bilan 1-2 mushlab, yarim soatga oshirish uchun yuboramiz. Oshgan xamirni teng 2 zuvalaga bo'lamiz, ko'rsatilgandek qilib, unlab yoyib olamiz. Xohlasanglar pichoq bilan, xohlasanglar manga o'xshab bo'laklarga bo'lib olsanglar bo'ladi. To'g'ri o'simlik yog'i quyamiz, biroz qizigach qovurishni boshlaymiz. Ichlari yaxshi pishishi uchun o'rtadan pastroq olovda qovuring. Yumshoq mazali bo'ladi, albatta tayyorlab qo'ying. Mazali yeguligimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. O'xshamasa otvorsa-da deb otvorishga shoshilmasdan shokoladni kilolisidan ishlatsanglar, xuddi menikidek ideal chiqadi. Uni ustiga bor yo'g'i 20 daqiqada tayyor bo'lsa. Elangan un, shakar upasi, kakao razriqlisini solib aralashtiramiz. Aralashmamiz ustidan onani eritib solamiz. Ketidan chaqilgan tuxumni solamiz va mo'rt xamir qorishni boshlaymiz. Xamir shunaqa oson, lapatada ham aralashtirsa bo'ladigan xamir bo'ladi. Xamirimizni 30 grammdan qilib zuvalachalarga bo'lib olamiz. Ideal bo'lishi uchun plitka emas, kilogrammli shokoladlardan foydalaning. Shokoladni eritamiz, ko'rsatilgandek qilib qo'yib, pechga pishirish uchun yuboramiz. Hammasi tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Makaronlari donador bo'lib turadigan makaron jarkob retsepti. Buning uchun qizigan qozonda makaronni ozroq o'simlik yog'i quyib qovurib olamiz. Qovurilgan makaronni qozondan ko'tarib olamiz. Qozonga o'simlik yog'i quyib, mol go'shti qiymasiga biroz tuz solib, shakl berib, qizartirib qovurib olamiz. Qizargach yog'dan ko'tarib olib, shu yog'da mayda to'g'ralgan piyozni qovurishni boshlaymiz. Tomat solib biroz qovurib, ketidan mayda to'g'ralgan pomidorni solamiz. Tabga ko'ra tuz, murch va shakar solamiz. Yog'dan ko'tarib olingan tiftel qovurilgan makaronni solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 kosa qaynagan suvni solib, ustini yarim soatga dimlab qo'yamiz. Albatta olovni pasaytirish kerak. O'shin uchun makaron og'irlik qiladi deganlar uchun Primilkini kefirini tavsiya qilaman. Ham mazali, ham ovqatni yengil hazm bo'lishiga yordam beradi. Taom tayyor bo'ldi, ko'katlar bilan dasturxonga torting. Bu ustozimning retseptlari. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni va ustozimni duo qilishni unutmang.